Assalomu alaykum Farg'ona Fishermen YouTube, Instagram, Telegram obunachilari. Tepana joyga kelib o'tiribman. Bugun bir dam olaylik. Ishlarni ham hamma yo'qdi bugun. Kres qilib bugun dam olyapmiz. Balalar sakrab yurib ko'rimsiz joy. Mana ikkita sazan ushladim, mayda ekan tashlab yubordim qayta. Salqin joy mana. Eng qizig'i mayda baliq yo'q edi. Anchadan beri video qilganim yo'q, endi tashkil ishlarim deb video qilmay qo'ydim. Bugun bir dam olay deb bu joyga keldim. Setta o'tiribman, qizilpik turibdi. Mana shu faqat yo'q joylardan hozir ikkita sazonni qaytarib qo'yib yubordim. Yarim kilocha bo'lib qolibdi. Videoni ko'rganlaringni podpiska like bosib turinglar. Biz ham qancha ko'p obunachi bo'lgan sari shuncha ko'p video qo'yishga harakat qilamiz. Kuzatib o'tiribmiz hozircha. Tortaymikin, tortmaymikin deb turibdi hozir baliqlar. Qimlatish boshlab qo'ydi. Mayda baliq ham bor ekan shekilli. Ana tortyapti. Yo tegib o'tyapti, yo tortdi. Ana tortyapti. Voy. Joningdan. Vo. Qalmoq o'tga ilashib qoldi. Prямо efirlarda hozir olib berishga harakat qilaman. Ana. Maydaroq ekan shekilli. Kattaroq bo'lganda bitta dolar. Ikkita ushlagan bo'lsam bitta dolar. Davay. Yo'q. Yaxshi yutmam. Sirasi tortyapti mana. Maydalayapti. O'tlar urib yuribdi. Yutdi. Hayt joningdan. Mana. Pachum. Вот это pachum. Sazan. Endi pauza qilib turamiz, baliq qo'yib yuborish kerak.